Bugun men sizlar bilan aybdorlik hissi haqida gaplashmoqchiman. Aybdorlik hissi insonni eng katta dushmani desak ham bo'ladi. Xo'p, aybdorlik hissi o'zi qayerdan keladi? Onalar arazlab olishadi. Men sendan xafa bo'ldim deb. O'tmishni o'ylab, kelajagingizga bolta urish niyatingiz bo'lmasa, aybdorlik hissidan chiqishni o'rganing. Baland ovozda baqirib, haqoratlanish. Nega biz aybdorlik odamlarni oldida aybdorlikda yashab o'tishimiz kerak? Tan oling aybingizni. Biz o'z ustimizda ishlab yaxshi hayotga o'tish va umuman hayotimizda chiroyli holatlarni ko'paytirishga harakat qilib kelmoqdamiz. Bugun men sizlar bilan aybdorlik hissi haqida gaplashmoqchiman. Aybdorlik hissi insonni eng katta dushmani desak ham bo'ladi. Eng ko'p hayotdagi muammolarga, biz uchrayotgan holatlarga, hattoki kasalliklarga ham aynan aybdorlik hissi sabab ekanligini aytib o'tmoqchiman. Xo'p, aybdorlik hissi o'zi qayerdan keladi? Inson hayotda har xil holatlardan o'tadi. Hayot o'zi asli maktabga o'xshagan narsa. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, unda past balandliklar bo'ladi. Va xuddi shunaqa holatlardan kelib chiqib pastliklar, ya'ni xatoliklar bo'lgan paytda odamlar aynan o'zini aybdor his qilishga, men yomonman yoki men xato qildim degan bir holatlarga kelishga sababchi bo'lib qolishadi. Umuman o'zi aybdorlikni his qilish qayerdan kelgan bizga? Bolalikdan biz hech qanaqa chegaralarsiz, har qanaqa bir yosh bir go'daklarni kuzatadigan bo'lsak, hech narsadan qo'rqmaydigan, hech narsaga bir to'sqinliklarni bilmaydigan chiroyli beg'ubor mavjudot bo'ladi. O'sgan sari unga to'sqinliklar, to'siqlar qo'yishni boshlashadi va agarda gapga kirmasa yoki bo'lmasam o'sha aytilgan narsani o'sha holidek qilmasa, nima bo'lgan? Jazolarga. Ya'ni bu har xil bo'lishi mumkin jazolar. U bo'lishi mumkin burchakka turg'azish, bo'lishi mumkin kalta yeyish, bo'lishi mumkin baland ovozda baqirib haqoratlanish yoki va hokazolar. Ya'ni hamma har xil qilib farzandini jazolaydi. Yoki bo'lmasam ba'zan bo'ladi, onalar arazlab olishadi. Men sendan xafa bo'ldim deb. Va shunaqa holatlarda farzandlarda o'z-o'zidan qilgan xatosidan ko'ra aynan mana shu jazodan qo'rqish juda ham kuchayib ketadi. Va bu sekin inson ongiga shunchalik singadiki, xato qilishdan qo'rqishga olib kelib qo'yadi. Endi to'g'ri, biz xato qilmasdan birorta bir ishni qilishga harakat qilamiz, lekin xato bo'lib qolgan taqdirda odamlar o'shani yo'lida qaysidir bir yutuqlari bo'lgan bo'lsa, o'sha yutuqlarni ham ko'rmaydigan darajada xatolardan qo'rqib talvasaga tushadigan darajaga kelib qolishadi. Va bu aybdorlik hissiga olib kelib qo'yadi. Ya'ni aybdor his qilish, o'zini nimadadir aybdor his qilish, o'zini shu aybdorlik bilan hech kimga aytmagan bo'lsa ham ichida aybdorlikni olib yurish. Bu butun hayoti davomida unga hayotida to'sqinliklar, muammolar olib kelishga sababchi bo'ladi. Birinchi o'rinda sog'lik ketishni boshlaydi. Nega? Chunki aybdorlik hissi bo'lganda insonda yopilish bo'ladi. Insonda doimiy ravishda siqilish, hech kimga chunki ayta olmaslik bo'lishi mumkin. Balkim aytib bo'lsa ham o'sha holatlarni kechinmalari qayta o'tgan sari bu kortizolni ishlab chiqaradi va odamlarda har doim tushkun kayfiyatda yurishga moyillik paydo bo'lib qoladi. Doim tushkun kayfiyatda yurish kasalliklarni keltirib chiqaradi. U har xil kasalliklar bo'lishi mumkin. Hattoki sizni yotqizib qo'yadigan darajagacha olib kelib qo'yishi mumkin. U teri kasalliklari bo'lishi mumkin, u rak bo'lishi mumkin, u sahr bo'lishi mumkin. Hamma kasalliklarni negizi siqilish. Lekin siqilishga ko'pincha aynan aybdorlik hissi olib kelib qo'yadi. Men shunaqa qilmaganimda shunaqa bo'lmasdi. Yoki bo'lsa men mana shunaqa qila olmadim. Men bu ishni vaqtida qila olmadim yoki men bunaqa narsa qilib kimnidir xafa qilib qo'ydim. Aybdorlik hissida yashash qanchalik to'g'ri? Siz o'ylang, xato qilindi va u uchun bugun masalan deylik to'kib yuborilgan sutni ustidan yig'lab o'tirish noto'g'ri degan bir maqolam bor inglizlarda. Bo'ldi, u sut to'kilib ketdi. Siqilganingiz bilan, o'zingizni ichatingizni yeb tugatganingiz bilan u sut qaytadan o'sha idishga solib qo'yilmaydi va yangidek bo'lib qola olmaydi. Shunday ekan, siz o'zingizga xulosa chiqarishni o'rganishingiz kerak. Aybni tan olmaslik boshqa, aybni tan olib lekin aybdorlikka kirmasdan yashab ketish boshqa. Odamlar shu narsani adashtirib qo'yishadi. Ba'zan bir xilla mana aybini tan olmasa, bu mana yomon inson deb o'ylashadi. To'g'ri, aybni tan olmaslik yomon, lekin aybni qilib, aybini tan olib, o'sha holatdan kechirim so'rab yoki bo'lmasa o'sha holatni qandaydir to'g'rilashga urinib, vaziyatdan chiqib ketish bu yomon narsa emas, bu aksincha yaxshi narsa. Chunki siz o'tmishni o'ylab, hattoki siz kecha
bu ishni qilgan bo'lsangiz ham, bu ham kecha ham o'tmish. Hattoki 1 soat oldin ham, 1 minut oldin ham bu o'tmish. O'tmishni o'ylab, kelajagingizga bolta urish niyatingiz bo'lmasa, aybdorlik hissidan chiqishni o'rganing. Bu hayot shunaqa, men har doim aytaman, biz avliyo emasmiz, biz xudo emas, biz oddiy bandamiz. Va bandalarga bekorga berilmagan mana shu holatlar va afv qilinishlar Alloh tomonidan. Alloh har qanaqa gunohni kechirishga tayyor turganda, nega biz aybdorlik odamlarni oldida aybdorlikda yashab o'tishimiz kerak? Tan oling aybingizni. O'sha aybingiz uchun iqrorligingizni tan oling. O'sha aybingizni to'g'rilashga harakat qiling. Lekin ba'zi insonlar bor, o'tib ketsa ham, o'sha aybini tan olsa ham, bir nima deydi, kechirim so'ragan bo'lsa ham, to'g'rilagan bo'lsa ham, lekin baribir o'sha narsani o'ylab yashayveradi. Bu siz aybni tan olganingizga teng kelmaydi. Aybni tan olish bo'ldi. Men tan olaman, aybdorman. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, men mana shu holatda shunaqa bo'ldi, aybdorman. Men bunaqa qilib bunga yechim bermoqchiman. Bo'ldi, oldinga qarab intilib ketaveradi. Agar siz har bitta xatoyingiz uchun shunaqangi ichingizni yeb aybdorlikni his qiladigan bo'lsangiz, ishoning, sizni ayblaydigan inson topiladi. Agar siz o'zingizni aybdorlikda ushlab turishga moyilligingiz bo'lsa, sizni aybdor his qildiradigan vaziyat va insonlar hayotingizga ko'plab kelishni boshlaydi. Va o'sha aybdorlik hissingizni qayta-qayta sizga eslatib va hattoki o'sha hisni ko'p uzoqroq va kuchliroq yashashga majbur qilishadi. Ular anglamagan holatda qilishadi bu narsani. Masalan, siz nimanidir o'zingizni nimadadir aybdor his qilsangiz, xuddi magnitdek sizni ayblaydigan inson yoki aybdorlikni his qilishga sabab bo'ladigan vaziyat kelib chiqadi va siz yana o'sha holatga tushib qolaverasiz. Lekin siz tan olganingizdan keyin aybdorlikni va xotirjamlikka kelganingizdan keyin sizni ayblovchilar o'z-o'zidan hayotingizdan yo'qolib ketishni boshlaydi. Atrofingizni kuzating. Juda ko'p muammolar keladigan bir holatlar, o'quvchilar bilan, mijozlar bilan ishlaganimizda, konsultatsiyalarda ham ko'p ko'ramiz. Har doim kimnidir oldida o'zini aybdor his qilish va kimnidir ayblash bo'ladi. Men bu uchun doim men yomonman, doim meni, masalan, qaynonam uchun doim meni ovqatim yomon yoki doim men noto'g'ri qilaman. Bir marta shu xato qilib qo'yganman, bir marta yoki noto'g'ri qilib qo'yganman, shu bilan har doim. Lekin siz o'zingizga savol bering. O'sha bir marta qilib qo'ygan xatoyingizni o'zingizdan chiqarib yubora oldingizmi? Yoki o'sha uchun hali ham siz uyat hissini yoki aybdorlik hissini his qilyapsizmi? Shu uchun o'zingizga to'g'ri savol berishni o'rganing. Bu inson mendan nimani xohlayapti va bu inson menga nimani ko'rsatib beryapti? Nimada aybdorligimni menga eslatib turibdi va nimani men chiqarib yuborishim kerak? Tabiiyki, o'z-o'zidan bu holatlar yechilib ketishi boshlaydi. Aybdorlik hissidan chiqish bu juda ko'plab muammolarni hal qiladi. Juda ko'plab, ham sog'lik bilan, ham munosabat bilan, ham o'zingizni kelajakka intilishingiz bilan. Chunki aybdorlik his qilish bu o'tmish bilan yashash bo'lgandan keyin kelajakka umid so'nishi boshlanadi. Kelajakka ishonch yo'qolishi holatiga kelib qolishlar bo'ladi. Bu esa albatta biz hayotimizga jiddiy xavf tug'diradi. Nafaqat bizni hayotimizga, hattoki farzandlarimizga, butun oilamizga kayfiyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Siz aytmasligingiz mumkin, lekin ichingizda olib yurishingiz mumkin. Shunaqangi o'quvchilar bilan ishlayman. Mana shu narsadagi aybdorlik hissi hech ham tark etmaydi deyshadi. Ba'zan bo'ladi hech kim bilmaydigan narsalar, tavba qilganman, masalan Allohdan uzr so'raganman, juda ko'plab marta bor nima qilganman, lekin baribir shu narsa ichimdan chiqib ketmaydi deyshadi. Xo'p, siz agar Alloh bizni kechirishiga ishonsangiz, nega siz hali ham o'sha narsa bilan yashayapsiz? Alloh chin dildan tavba qilgan bandasini kechiradi. Xo'p, demak, siz o'zingizni tekshirish uchun shu joyga kelib qolgandirsiz balkim deb aytaman. Va ko'p holatlarda aybdorlik hissidan chiqib ketgandan keyin birdaniga ishlari yurishib ketishi, sog'liklarida yaxshi bo'lib ketishi, turmush o'rtog'i bilan munosabatlari yaxshilanishi, turmushga chiqa olmayotgan qizlar turmushga chiqishi, farzand yurganlar farzandli bo'lib ketishi, hattoki og'ir kasalliklardan ham chiqib ketishlar kuzatiladi. Alloh agar bizni kechiradigan bo'lsa, nega siz o'zingizni ichitingizni yeb yuribsiz? Shu narsaga o'zingizga savol bering. Qayta-qayta bu gapni aytayapman, bejizga emas. O'zingizga bu savolni berib ko'ring. Nima uchun? Agar siz o'tmishdagi shu bitta xatoyingizni deb ichingizni yeydigan bo'lsangiz, oldinda qancha hayot turibdi va tabiiy xatolar va baland-pastliklar bo'lishi. Ularga siz qanaqa qaramoqchisiz? Va o'zini aybdorlikda ushlab turish, aybdor his qilish bu yosh bolalik pozitsiyasi. Chunki qo'rquv bor va yana shunaqa holat bo'lib qolishidan juda kuchli qo'rquv bor. Qo'rquv bolalarga xos. Yetuk inson o'zini holatidan xulosasini chiqarib, oldinga qarab intilishi, oldinga qarab ketishni biladi. Siz o'zingizga savol bering. Siz kimsiz bu hayotda? Kuni kecha men konsultatsiyada shunaqa bir o'quvchimiz bilan gaplashib qoldim. Aynan shu mavzuda darslik qilishimga sababchi bo'lgan holat ham xuddi shu. Aynan aybdorlik hissi sababli juda ham og'ir kasallikka chalinib
yotib qolgan holatlarida. Ya'ni aybdorlik hissi endi nimadanligini ayta olmayman, lekin o'sha 14 yil, 15 yil oldin bo'lgan narsa uchun aybdorlik hissi ichini yeb, hattoki insonni yeb tugatyapti. 14 yillik shu holatdagi yashashga majbur qilyapti. Va albatta bunday insonda kelajakka umid yo'q, kelajakka ishonch yo'q va atrofidagi farzandlarini ham qaysidir ma'noda shu narsaga tiqib qo'yapti. Chunki ular ham onasiga qarab rang oladi. Bekorga emas bu gap. Ona baxtli bo'lsa, ayol baxtli bo'lsa, butun oila baxtli. Bolalar 14 yildan beri onasini shu holatda ko'rib kelgandan keyin bolalarda qanday hissiyotlar bo'ladi? Ularda qanaqangi psixologik holat bor deb o'ylaysiz? O'tmishdagi birgina holat uchun aybdorlik hissi bilan yashash mana shunchalik oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rib turibmiz. Kelajakka ishonch yo'qolishi ham aybdorlikdan ekan va hattoki ba'zan shunaqangi kuchli aybdorlik hissi bo'ladiki, bizni ongimiz samounичтожениyaga keladi. Ya'ni men shunchalik yomon insonmanki, men shunchalik bir yomon mavjudotmanki, meni yashashga haqqim yo'q degandek o'ziga kasalliklarni chaqirib oladi va sekin-sekin sizni bu hayotdan ko'z yumishingizga sababchi bo'lib qoladi. Ya'ni bu samounичтожение deyiladi. O'zini o'zi tugatish, o'zini o'zi hayotiga nuqta qo'yish degani. Lekin siz aqlan u narsani tushunmaysizda, harakat qilaverasiz, bu yoqda lecheniyaga borasiz, tabib qidirasiz, doktor qidirasiz, yo'lini qidirishga harakat qilasiz va qaysidir ma'noda topasiz. Lekin oxirgacha yechim bera olmaysiz. Nima uchun? Chunki sizni ichki holatingizdagi aybdorlik hissi men haqqim yo'q yashashga yoki men baxtli bo'lishga haqqim yo'q degandek signal berib turadi. Buning oqibatida siz tuzalishga moyilligingiz emas, aksincha battar bo'lishga moyilligingiz kuchayib ketadi. Aybdorlik hissida masalan ba'zan bo'ladi, hech kim bilmaydi u aybini, o'zi biladi va o'zini ichetini yeb tugatadi. Bu yana ham kuchliroq bo'ladi. Nima uchun? Masalan, kimdir sizni doimiy ayblashi, hozir aytib o'tganimdek, bu sizni ochiq birorta aybingiz bo'lishi mumkin. Lekin hech kim bilmaydigan ayb bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda o'zini chiroyli kelajakka, baxtli kelajakka loyiq ko'rmaslik bo'ladi. Chunki biz o'rganib qolganmiz, xato qilgan yoki bo'lmasam gunoh qilgan insonni albatta jazolash kerak degan narsa turibdi. Lekin siz qilgan aybni hech kim bilmaydi va siz kimdandir jazo ololmayapsiz, jazo olmadingiz. Ongingizda o'sha narsani talab qiladi va kutadi. Chunki o'rganib qolgan, xato qilganda doimiy ravishda jazo olishga. Va siz hech kim bilmagan aybingiz uchun ham o'zingiz jazolash orqali aybdorlik hissingizni kuchaytirib boraverasiz. Bu sizni hozir yuqorida aytib o'tgan holatlarga olib kelib qo'yishi ehtimoli bor. Shuning uchun aybdorlik hissi bilan yashayotgan insonlar, sizga murojaatim, hayotingizni birgina o'sha ayb bilan butun hayotingizni, oldindagi hayotingizni yo'qqa chiqarmang. Alloh bizga bu sinovli hayotni bergan. Bekorga bu sinovli dunyo deyilmaydi. Xato qilamiz, gunoh qilamiz, yiqilamiz, turamiz. Asosiysi xulosani olib, tan olishni bilish kerak. Aybdorlikni tan olishni o'rgansangiz, bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Tan olib, lekin ichiga chuqur kirib ketmaslik kerak. Shuning uchun harakat qilamiz, demak, aybdorlik hissidan chiqib ketishga. Va o'zingizga savol bering. Meni ertaga nima kutyapti? Keyingi efirlarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Darslik haqida o'zingizning fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring va o'zingizda qanday holatlarni kuzatgan bo'lsangiz, aynan aybdorlik hissi bo'yicha ular bilan ham o'rtoqlashing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.